Qozog'istonlik qizimni ko'rdinglarmi? Qimirlashlarini. Hozir уже kattaroq srok bo'lib qolganmiz. Oyijonisi kichkina sroklarda kelganlarida. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Ikkisida buni nima uchun aytaman? Buni ham maqtanish uchun aytaman, ham sizlarga foydasi tegadi. Eshitib turinglar. Oyijonisi shu kichkina sroklarda kelganda nimalar deganda ayting? Bola o'smaydi. O'smaydi. Oldirib tashlash kerak. Nuqson bilan bo'ladi, nuqsonli bo'ladi deganda eslayman o'shanda. Oysa xavotir olmang, bemalol katta qovring, bu bolaga xalaqit bermaydi deganimizda, bolajonim ko'rdinglarmi? Hattoki srogidan 4-5 kun oldinda o'syapti. Juda zo'r. O'shaning uchun oyijonlar, sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lib qolsa, yo'ldoshda kistalari bor ekan desa xavotir olmaymiz. Bitta kista xavfsiz, lekin bir nechta ko'plab kistalar bo'lsa, unda bu xavfliroq bo'ladi. Tushundinglar-a?